Qancha zo'r sakrashanga bo'pti. Bolalaringiz rosa so'rib tashlashibdi sizni. Qancha yaxshi emizsangiz, shuncha tez sakrashanga bo'ladi. Yaxshi qisqaribdi. Ayniqsa egizlarni oson bo'lmaydi baribir to'ydirish. Voy, nuda endi katta bo'lib qolishgan bo'lsa, почти 5 oylik ancha ichadi. Lekin qarang, matkingiz yaxshi sakrashanga bo'lgan. Choklaringiz ham normalniy bitibdi. Prinsipi to'ydirsangiz ham bo'lar ekan, yomon emas. Chiroyli matkingiz. Bu qayerda? Mana shu kesilgan joyingizmi? Hozir uni ko'rib beraman. Chokingizdan bo'ladi-da, lekin matkani o'zi yaxshi bitibdi.